Bugun 3 shokoladli pishirilmaydigan tort qilamiz. Ushbu tortni restoranlarda yeganimda tayyorlanishi bu darajada oson deb o'ylamagan edim. Navbatdagi shirinlik uchun men bilan bozorlik qilishga tayyormisiz? Unda Bodomzordagi Andalusga marhamat, ketdik. Bozorimizni smetana olishdan boshlaymiz. Bizga 600 gram smetana kerak. Ikkinchi kerakli mahsulot bu albatta sut. Tortimiz 3 xil shokoladli bo'ladi. Bizga oq shokolad, молочный shokolad va qora shokolad kerak. Kakao ham kerak. Aynan mana shunday. Bizga 3 dona jelatin kerak bo'ladi. Aynan halolga. Albatta tortni shakarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, shuning uchun biroz shakar olamiz. Tortimizni boshladik. Smetanaga sut, shakar, qora shokolad, kakao solib aralashtiramiz. So'ng jelatin solib yana aralashtirib, qolipga quyib 15 daqiqaga xolodilnikka olib qo'yamiz. Ungacha ikkinchi qavatni tayyorlaymiz. Smetana, sut, shakar, молочный shokolad, jelatin, kakao solib aralashtirib, qolip ustiga quyib 15 daqiqaga yana xolodilnikka qo'yamiz. Uchinchi qavatni ham xuddi shunday tayyorlaymiz, lekin eritilgan oq shokolad qo'yamiz va kakao qo'shmaymiz. Qolipga oxirgi qavatni qo'yganimizdan so'ng yaxshilab qotishi uchun xolodilnikka 3 soatga olib qo'yamiz. Mana juda ham oson tayyor bo'ladigan, lekin 3 xil shokolad ta'mini beradigan chiroyli tortimiz tayyor. O'zimiz ham tatamiz, yerliklarga ham ulashamiz.